Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana xudo xolasa Bododan yana yaxshi bitta motorolimiz chiqdi, 1 tonnalik. Xudo xolasa o'ta chiroyli, bortlari baland. Chiroyli, tegalar bor yonlarida. Motorol qo'shimchalariga qaratadigan bo'lsak, hop magnitofon bor, bluetoothlik, kaska, damkirat kuluvchi bor ekan. Oyoq tagiga polik va laboy oyna bor ekan. Laboy kattasidan, yaxshisidan qo'yilgan. 2 yoni cho'mtakligidan. Oldi mana jitks tormozli bo'ladi. Bunda mana jitks tormozli. 4.5 ga 12 bo'ladi oldi banoni. Orqa banonlari 5 ga 12 bo'ladi. Ramalariga keladigan bo'lsak, ramalari ham o'ta baquvvat. Akkumulyatorlari 68 likdan 6 ta qo'yilgan bo'ladi. Miya motorlari 1800 bo'ladi buniki. Miya motorlar 1800, ikkitadan Peugeot amortizator, resor hamma yo'q joyida. 4 burchak motor bo'ladi mana. Taglari ham o'ta baquvvat ishlangan mana. To'qilishlari. Xudo xolasa, kimga kerak bo'lsa bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar.